Arzonchi bolalarda erkak mashina, xizmat qilishga eshak mashina, ketib borishga o'tga. Mana sizga Cobalt lotka. Cobalt avtomat korobka kelib qoldi. Yili kelsak 2013-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobaltimiz. Salonlari, qo'rg'oslarni, qulog'ligini 2013-yilda ishlab chiqarilgan, lekin atseklari polni 2019-18larning yilini beryapti. Xo'p, yurgan masofasi 253 mil yurgan, yaxshi monitori bor, yaxshi mano treker barchalarni qo'yib qo'ygan. Holati zo'r ekan, yaxshi mano chexol qo'liklari bor, 4 patrena gazi ham bor ekan. Holatini ko'ryapsiz. Diskalari ham yangicha diska qo'yilgan ekan. Zazorni ko'rasizlarmi? Holati zo'r ekan. Gazga kelsak, mana krilosini o'zida bordirlar, ichlari butunida. Xo'p, mana qiziqishga tepasiga laminatsiya tortib qo'ygan ekanlar, panorama qilib. Holati chiroyli ekan, o'zlari uchun qiziqishga qilganlar. Keyin mana krilosda ham kraskasi bor edi. Kapotiga lak o'tgan ekan. Holati yaxshi ekan. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Zazorlari zo'r turibdi. Motorlari ham bir tep ishlab turibdi. Korobkasida hadovoyda hech qanaqa ish yo'ryapti. Olib maza qilib minishlik uchun bizning kanalimizdan bizlar Cobaltimizni $7000 berib yuboramiz. Agar sizda $7000 pulingiz bo'lmasa, boshlang'ich $1000 pulingiz bo'lsa, halol narsaga ham beraman dedilar egalari. Tezda telefon qilib bog'laninglar. Telefon raqam pastda bo'ladi. Kanalimizga bitta like bosib qo'yinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz.